Yaqinda bitta o'quvchim aytib beryapti. 40 yoshimda $1 million daromadga chiqaman dedi. Hozir o'zi 33 yoshda. Lekin u 2 yil oldin fond bozoriga $1000 dan boshlab investitsiya kiritishni boshlagan. Lekin hozirga kelib, ya'ni 2 yildan keyin o'sha daromadi $100,000 ga yaqin bo'lib qolganini aytdi. Agar u shu strategiyada ketadigan bo'lsa, haqiqatan ham 40 yoshigacha o'zi aytgan maqsadi $1 million topishi mumkin. Fond bozori shunaqangi zo'r imkoniyat beradi, ya'ni kichkina depozit bilan boshlab yillar davomida yuqori daromadga chiqish mumkin. Lekin bu soha hozir O'zbekistonda yangi boshlanyapti va O'zbekistonda an'anaviy holatda uyga, ko'chmas mulklarga, magazinlarga tikib qo'yishadi. Lekin fond bozori ulardan ko'ra yuqori daromad bera oladi sizga. Agar siz ham investitsiya hamda fond bozori haqida qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lib, yana ham ko'proq daromad olishni xohlaydigan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va biz sizga qimmatli ma'lumotlarni berib boramiz.